Assalomu alaykum hammaga. Xitoy tili ko'rgani aloqada Rahimov xususiy maktabida xitoy tilini boshlaganimizga 2 oy bo'lishiga qaramasa, xitoy tiliga qiziquvchi yoshlarimiz juda ham ko'payib bormoqda va xitoy tiliga talab juda ham kuchayib bormoqda. Buni yaqqol isbotini bu yerda ko'rib borishingiz mumkin. Bu qiziqarli o'tilayotganini xuddi shu iroqlar yozganlaridan ko'rishingiz mumkin. Misol uchun, hamma iroqlarimiz bugun o'quvchilarimiz bilan olmoshlarda o'tdik, ya'ni men sen u, biz siz ular, ya'ni birlikdagi va ko'plikdagi olmoshlar. O'quvchilarimiz xitoy tilini endi o'rganishyapti va shunga qaramay juda ham zo'r mehnat qilib ko'rib turgandek hammasi chiroyli tarzda listlarga ajoyib qilib yozib o'tgani, ya'ni o'quvchilarda xitoy tiliga ozgincha bo'lsa ham qiziqish uyg'otayotganimizni ma'lum qiladi. Deyman, o'quvchimiz xuddi o'sha xitoy binolari tarzida monument sifatida yasab ketdi. Xo'p, va bu yoqda yana tayyorlab kelgan o'quvchimiz mana, ya'ni mama, baba, jeje va wo, ya'ni oila a'zolarini yozib kelgan. Baba, mama, jeje, wo xiban shengshi rasmlarigacha bir xil qilib va bu yoqda yana bir qo'l mehnatini ko'rishlar mumkin va bu yoqda bamuk, ya'ni sinchi yoki information ma'lumot, ya'ni bamuk haqida ma'lumot, xuddi shunaqa. Juda ham xursandman va bu yoqda ko'rib o'tishingiz mumkin va biz Xitoy, ya'ni qo'nishlarni qo'l mehnatimiz maktabimizda ko'yin sifatida ijodiy ishlarni baholab kelamiz va bu yoqda mana ko'pgina shunga o'xshash ko'yinlarimiz va bu yoqda hop Xitoy bayrog'i oddiygina qizil listga xuddi shunaqa ma'lumotlar qo'yilgan va oxirida mana bu yoqda hop ni hao xuddi shunaqa Xitoy tili darsida sizlar bilan ko'rishamiz. Hammaga omad, charchamanglar.